men birinchi marta Afg'onistonda Qaysarda edim. 1 yil Qaysarda yashadim. Katta akam orada ustod edilar. Biz ham kichik bola edik, ko'chilib borgan edim. O'sha yashaganimda birinchi marta bir kishini uyiga mehmon bo'ldik-ku. Akamizda men kichik bola edim. O'sha Bobomurod Hamdamovni birinchi shu gramofon qo'shiqlarini o'sha eshitdim. Shunchalik menga ta'sir qildi, tuyg'ulantirdi. Juda qiziqib qoldim, men aytdim, ajoyib. Undan oldin men tabii kichik bola konsertlarga aytib yurardim. Tojikcha, forscha qo'shiqlar aytib yurardim. Ammo birinchi marta men o'shada Bobomurodning qo'shiqlarini eshitib çok qiziqqan edim. Va hozirchi? Va hozir ham O'zbekiston Sherali Jo'rayev, Bobomurod Hamdamov yo masalan Ortiq Otajonov ularning qo'shiqlarini eshitib turaman. Endi yoshlardiki bizdaga unchalik nima emas, o'sha eski ustozlarning qo'shiqlarini eshitib to'xtayman. Tabiiyki o'shalardan ilhom olaman va o'z yo'limni topganman.